Birinchi ko'rsatuvimiz shundan boshlanadi. Ko'rsatuvimizni nomi qadang. Sen o'ylayapsan, ona o'tirma, zal narman o'tir. Xullas, men ishni qo'yman, men Bo'lmadi. qo'yman. Hadi dumbasiga qilamiz. Tuzdan sep. Mana. Yüzündeki halinden ör ilayını, sarva kamat boylarından aylanamadım. Unut beni sen, tokaysan yarim. Telefon, ciringler hasta. Qale, zo'rmi? To'qsoninchi, 80-yil oxirlarida hit bo'lgan ashulachi bor, Adi. O'zi Abdurahim Ahmed men bilan paxtachilik institutida o'qigan. Xullas, birinchi ko'rsatuvimiz shundan boshlanadi. Mana qo'shiq aytishyapti. Yoningdagi yoring bo'lay, bir umrga yoring bo'lay, kerak bo'lsa jonim beray, bosh egib yer chuzaverma. Hormash, hormash! Farhod boy, muomalamiz salomat, eson-omon charchamaydi. Yana bitta Farhod. Assalomu alaykum, hoji aka. Salomat, chaldiga. Farhod, salomatgina, g'ayratda yomonmisiz? Yaxshimisiz? Shagid bola, chalyapsiz. Sizmisiz? Tinchlik, omonlik qilsar. Alloh akbar. Topdimmi, topaman ekanmi? Yomon ham topdingiz, qalardan topib oldingiz. Siz Toshkentda deyatuvdingiz endi biz. Yer tagida qaynam qimlasa bilaman. Ha, u to'g'ri, ama u to'g'ri. Do'stim, sen bir kelsan, men senga bugun bitta osh qilaman. Bo'ldi, o'zing qil. O'zim qilaman. Qo'ling bilan qilaman. O'zim qo'lim bilan qilaman. Yerga yordam berib turaman. Bo'ldi, billalashib. Ketdingmi, Farhod? Bolalar, Atboy, ketdi oshga. Ketdi oshga. Atboy. Biz paxtachilikni bolalarida Osh qilamiz. Ahmedov Abdurahimjon Malikjanovich 1965-yili Andijon viloyati Asaka shahrida tug'ilgan. 1988-yili Adi taxallusi bilan qo'shiqchilik faoliyatini boshlagan. 30 dan ortiq mualliflik qo'shiqlari bor. Xalq ichida Sevasizmu, Ro'mol, Telefon kabi bir qator taronalari mashhur bo'lgan. Ko'ngilchan va samimiy inson. Biz Andijon paxtachilik 82-yili birga kirganmiz. Bu Ahmedov, bu ham Ahmedov, bu ham bitta guruhda o'qigan. 3 ta Ahmedov edik, bittasi o'lib qoldi. Qutuldi bizdan, xullas. Adik, haligi seni esingdami? Sultonov ushlab olgani, Yevelina xat yozganimizda. Yevelina Medusda o'qadigan qiziga xat yozayotganimda, Yevelina Adi deb yozganda, haligi Sultonov degan domla olgan. Har doim ermaqlar Yevelina Adi. Adi Yevelina. Esingdami? U mening mo'ylovim olmoqchi bo'lgan, esingdami? Ha. Mo'ylovni men avtoriyada olaman degan u meni ustaralarda olib chiqib. Mo'ylovni yomon ko'rishar hamma domlar. Nimaga? U mo'ylovni yomon ko'rishgan. Senlar ham nima yoshtir mo'ylov bilan borishgan. Katta kishilarga o'xshab, ana qari deganman endi nima qo'ymayapsan buni. Endi o'smayapti endi mo'ylov. Paxta desinglarmi? 82-yil paxtada. Adi bu doim gitara bilan tug'ilganmi? Aslida paxtada qaysi ashulang bor? Farhod qaysi? Tole bizga. Tole Bu 82-yilda aytardik bu qo'shiqni. Men uchun qayg'urma mayli degani bo'lardi. Senga boqqanda qo'llaringga uzuk taqqanda öpsün mayor yorim o'shanday
O'sha kunin bir bor eslagin. Ahır. Dünya senga hech bo'lmasin tor. Sözleringga bo'lib vafodor. O'shal kunin bir bor eslagin. Hey! yana bittasi bo'lar, agar eslasang, tole bizga boqmadi kulib degan qo'shiqda agit brigada bo'lib yurgan paytimizda aytib yurardik. Ha, paxta termardik. Paxta termardik. Men qiziqchilik qilardim, bular qo'shiq aytardi. Biz paxta tergizardik. Ha, paxta tergizardi. Eskikkina talant. Qora senlar teatralnida o'qishmaydi, nima qilishyapsan? Achchig'i keladi. Aslida Moskvaga da'vat bermoqchiman. Bor, biz bor. Sen teatralniga kirish o'qishga deb biz bilan urushardi domlalar. Biz buni qilib yursak. Nima sen konservatoriyaga bor. Aytgani, konservatoriya teatralnida tanish bilish yo'q, faqat paxtachilik. To'g'rimi? 82 necha yil o'tdi? 82 bo'lsa, voy yo'q. 50 bu, ha? 25 38 42 43 yil bo'ldi. Voy, 43 yil o'tdi. 43 yil bo'ldi bu ishlar. Asha tole bizga boqmamiz kulib bordi, paxtada aytadi. Ahmadboy, eslab turing, bu esimda o'sha esimda. Yo'q, esimda. Ashini aytdi, zo'r ayt. Zo'rida. Bizga boqmadi Orzumi hammasi saro. O'shal kuni sen agar kelib turganingda bo'larding g'olib. O'shal kuni sen agar kelib turganingda bo'larding g'olib. Sen baxtimsan derdim erkalab, qo'llaringga gullar chiqardim. Sochlaringni silab, siypalab, shamol bo'lib seni quchardim. Tole bizga boqmadi kulib, orzu umid hammasi saro. O'shal kecha sen agar kelib turganingda bo'larding g'olib. O'shal kecha sen agar kelib turganingda bo'larding g'olib. Barakalla bo'lardi. Ha, yoshlik. Bu 82-yilda yoshlar. 82-yildagi u paytda endi hozirgidaqa rivojlanmagan bo'lgan. Telekommunikatsiya, telefon yo'q. Shunda faqat o'zimiz mayatimizda qolganda, agar shu paytda mana telefonlar o'sha paytda bo'lganda qolardi. Nima qilamiz? Hayot endi boriga shukr, yo'g'iga tur deydi. Endi o'tni yoramiz. Men sen bo'lmasa nima qilasan? Hozir men savdim to'g'ri bo'ldim do'stim. O'zi biz Ahmed bilanchi 5 dan ko'ra 2 ko'p olganmiz. Ikkini qo'ygan ekan. O'zim bizni tanivardi. Biz bormadik. Men sen ham to'yma to'y yurarding, men ham to'yma to'y yurardim. Ate baho qo'yib emas, biz ham to'yga kelsin deb ate qilishardi endi. Nima qilasan? Ash paytda biz zvezda bo'lganmiz-da. Ha, ash paytda, ha. 90-yil rasallik, 90-da, 90-yillarda. Hamma ko'cha bo'lib ketgan. Ash paytlarda bitta to'yga borib kelsangiz o'rdan ola oladigan paytlar. Janob. Bitta to'yda bizga o'rni berishadi. Hali hayot oldinda. Yana 40 yildan keyin ham yana mana chala olib qolasan unda. Qilib savzim to'g'rab
Ishqida kelganingda g'olib bo'lardim. Yarashadi dashash. Shunda yarashmasa kerak. Hozircha yarashib turibdi xolos. Yosh o'tganda shuna qo'llar ekanda, oldin esingdami? Gapda bolalar bilan kursdoshlar, sinfdoshlar o'tirsa hammasi men 4-8 taraga chiqdi. Men qimorda monchi yutdim deb maqtanaman. Yaqinda borib o'tirsan, nima shahring netsini shahring. deb shahrini balandligi bilan davlinasi balandligi meniki bu shayxon. Desa meniki 220 maqtanishdi. Maqtanib. Hayot ekan nima qilasan endi? Darslarga qatnashamiz, bu ham Ahmedov, men ham Ahmedov. Yana bitta Zokirjon deganimiz bordi. Rahmat, o'lib ketdi. G'oyimli bola edi u, o'tib ketdi u bola. Endi hali har borganimizda hali darsda o'zimizni yo'qligimizni bildirmaslik uchun hali varaqda o'qiydi, familiyalarni. Biz boshidan uchamiz. Ahmedov desa men deyman bu darsda bo'lmasa. Agar men u darsga kirmasam bu bo'lmasa u darsda. Ahmedov desa men deydi bu ham. Ana qilib men qilib darsda bor qilib olardik o'zimiz. To'g'ri. Xullas ikkovimiz ham ko'pincha bo'lmadik, to'g'rimi? Ha, inshaalloh. Bechora nima qilardi hali a'lochi edi, lekin u besholardi, Zokir. Zokir, Oyim qishlog'idan edi. u a'lochimiz edi. Bittasi guruch tozalanish esdan chiqib qoldi-da, katta damlab olib. Keyin nihoyat tosh ko'p ekanda, keyin yana bir narsa qilib, senlarga ham tosh chiqyaptimi? Desa bittasi nima deymiz? Ha, menga bitta guruch ham chiqdi dedi. Guruch dedi. Menga guruch ham chiqdi. Ha. Paxtada. Bu endi Andijonda, biz Andijonda endi bilasizlar, butun vodiy bo'yicha oldin Devzira, Qo'qon ham, nima ham, Farg'ona, Marg'ilonlar ham hozir Devzirada edi. Bir 20 yil oldin, 30 yil oldinmi edi. Endi hozir Cho'ng'araga o'tib ketdi, Qo'qon, Farg'ona. Andijon lekin hali ham Devzirada turibdi. To'g'rimi? Ha. Hozir Farg'ona, Qo'qonga borsang, Qo'qon, Farg'ona, bu Farg'ona viloyati umuman Cho'ng'araga yurishga o'tib ketgan. O'zgan Andijon hali ham mana Devziraga yurishdi. Qani. Bismillah deb boshladik mana oshda ham xudo xolasa bir osh qilaylik. Ahmedov nima solinadi oshga o'zi birinchi bo'lib? Sizningcha nima solinadi? Qarang. Meningcha yog' solsak kerak-ku. Birinchi nazar solinadi. Nazar solib, uni keyin yuvilib, keyin yog' solinadi, to'g'rimi? To'g'ri aytdingiz. Bir kuni bittasi taqillabdi, eshik taqillansa bunday otsa, qo'shnisi ekan. Boya qo'shni uyda xotinim ketib qolgan. Ovqat poqat qilgan bo'lsanglar berasizlarmi desa, kechagi sho'rva bo'lsa ham ichorasizmi desa, ha, kechagi sho'rva bo'lsa ham ichoraman desa, bo'lmasam ertaga keling deb yo'q. Men qarayman. O'n ertaga keling. Ahmedov, masalliqni olib keling. Ha, betingga surkang. Mana yo'q. Voh! Ana kam bo'lmang. Turaymi? Ahmedov kam bo'lmang. Bo'lmang, obbo. Bitta kavlab qo'yaymi? Ha, bir biz o'zbekchilik kavlab o'tira olmaymiz. Ya. Biz o'zbekchilik kavlamas o'tira olmaymiz deb. Oshni nimada qaysi yoqda qilamiz? Pista yoqdan, paxta yoqdan desa, olib qo'yib qo'yib qo'ygan. Ashuni dumbasiga qilamiz deydi. Hozir mana dumbasiga jigarini nimasini chiqarsangiz? Jizzani haligi. Jizzasini. Sara bo'lganda, tillarang bo'lganda, lapamma kirib ketadi mana. Oh, jizza. Oh, mana jizza ham tayyor bo'ldi. Tuzdan sep. Mana. Piyoz. Oy! Qani. Qani, Ahmedov. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Farhodni oling, nondan. 82-yilda esingdan Volgogradga borganimiz Volgogradda traktor zavodda praktikaga borganmiz biz. Aslında mana qo'shiq bahor fasli bo'lgan. Nima edi, qanaqa edi? Bahor kelgin go'zal yorim bo'lgan. Asha 82-yili Volgogradda 83-chi? 82. Armiyadan kelganmiz bo'lganmi? Yo'q, armiyadan oldin bo'lgan. Keyin ketganmiz armiyaga. Xullas Volgogradda bo'lgan. Hali esingdan
ovqat qilayotganimizda общежитiyada Surxondaryolik moy tayladingizmi, moy tayladingizmi? Nima deyapsan desam, moy tayladingizmi? Nima degani moy tayladingmi desam, sekinlarsa moy tayladingizmi deyapti. O yog' qo'ydingizmi degan ekan. Surxondaryoda moy dedi, yog'ni moy dedi, tayladingizmi, tashladingizmi degan. Moyni. Chevada. Buxoroda aylanib bozorda yursam, endi hali barra qo'zilar, nimalar, tuyani o'rgashlar, har xil narsa turdi. Sutga ham ikkilanib qoldi. Nimani suti desa, hali sut yozayotgan xotin yenayniki deydi. Nima shu kelasiz deb urush ketdim. Keyin to'balangni uchastka voy kelib, aka, siz mehmon ekansiz, bizda sigirni inay deydi. Sigirni sut demoqchi bo'ldi deb. Ha, sheva shunaqada. Bunday deng, bunday demaysizmi? Bay. G'ayratbek boshlayapti. Bismillahirrohmanirrohim. Voy! Endi piyoz qachon tashlaysan? Hozir tashlayman-da mana piyozni ham-da. Bismillahirrohmanirrohim. Men bir xil qilamiz degan. Ha, bir xil qilamiz. Bilan biz inchda bir xil qilganmiz, hozir bo'lmaydi men. 30 yil orqani eslab bir osh qilib yeyapmiz-da. 30 yil emas, necha yil oldi? 40 yil bo'ldi. 43 yil bo'libdi. Oho. 43 yildan beri osh yemaganga o'xshaysan sen. Hozir ketibsan qara ahvolingga. Piyozlarimiz ham tillarang bo'lib, o'zini rangini olyapti. Endi hozir go'shtni navbati Ahmedov. Hozir sal qizarib olsin nima? Tillarang bo'lmadi hali. Mana endi kelyapti tillarangga. Qovurilib kelyapti Ahmedov. Hozir endi go'shtni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bugun bir oshiylik Ahmedov, billa. Qachongacha kaltaga yuramiz? Qachongacha kaltaga yuramiz Ahmedov? Ozan yeylik. Men bundan to'ta tuz tashlab qo'yamiz endi Ahmedov bunga mana. Barakallah. Ko'rdingizmi? Ahmedov. Sizlar qo'lingiz tekis turing oshga Ahmedov. Sizlar qo'lingiz juda barakali bo'lasiz. Ya, bari qo'yib ber. Har sizdagi oshlar ham go'zal chiqqanlarni ham bilamiz osh qilganingizda. Ammo men gapni ma'lum. Mana hamma eshitsin. G'ayratbek sog'lig'ini bervor. Bismillah. Mana savsini ham soldik G'ayratbek. Qo'shib. Bittini Qanday qo'llaringiz bilan ham. Bismillah. Mana ular choyxona ko'rganda qo'li mana. Bir kuni cho'mishni osh qilayotgan ekan, orada o'tirishuvda bolalar. Keyin suv tuzini ko'rib bering dedi, hali. Cho'mishni oldim, suvni olib turib, "Sen tuzini armandi." Keyin sekin ko'pgina cho'mishni o'ziga soldim, aralashtirib turib, "Mani ko'ringlar" desam. Men qatib borishlar. Voy, cho'ru deydi. Ha, deb turib, atadan borgan ko'pgina olgan kishi bo'lib, hammasini to'yib olishdi, nima qolgan yo'qda. Keyin mana so'z osh o'rdi. Hamma. Rahmatli sehrli so'z aytaman, osh so'rab deb turib, "Yavada yo'q suv kum, naqam kum yo'q" desam, keyin hammasini yutib turib, "So'ru nima degan duo qildik. Boshqalar telefon qiladi, bir vaqtlar o'tgandan ovqatimni sho'rab qoldim, duoning nomini men. Hozir SMS qilib yuboraman. Xullas ana suv quyguncha, zirvay tayyor bo'lguncha, dadasi esimga tushib ketdi. Bu odamlar bo'ladi-yu. Uyga mehmon qilib. Mehmonga olib kelib oladi, uyda hech mulosa bo'lmasa ham. Ashliq odamlarni yomon ko'rmadi. Borda shunaqalar, to'g'rimi? To'ydan keyin aka mehmonga, yurang, mehmonga keling bizga dedi. Uyda hech narsa yo'q, shu mehmonga olib kelibdi shunaqa odam. Keyin xotin aytdi, "Hey, dadasi nimaga mehmon olib kelasiz? Uyda hech bola yo'q" desa, "Ha, hech nima yo'q. Voy kechagi sho'rva bor" desa, "Bo'lmasam bunday qilasan. Xotin osh qil deyman. Osh qil desam, "Bo'pti" deb indamay chiqib ketasan. Keyin tarang qilib olasan minasini. "Nima oldi?" deb so'rasam, "Voy, oshni nima qilaman deb qo'g'riyatib, qozon ontalib ketdi" desang, "Bo'lmasam sho'rva qilib xotin" deyman. "Bo'pti" deb hali istilgan sho'rvani isitib olib kelaverasiz, istilgan sho'rvani. Desa, "Bo'pti" deb
Shunaqa bo'lib dedi, shu voqea. Kellar men o'tirib turib, xotin ochdi qil deb, hop, bolani dadasi deb chiqib ketdi xotini. Shu bilan tarang turib bo'lgan, nima bo'ldi? Desa, xotini istaman deb hali sho'rvani to'yib yubordim dedim. Mana bu tayyor bo'lib qoldi. Hasangacha birovlar tayga suv quyasiz. Oshgan bir qo'yingiz ko'raylik. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, barakallah. Zo'r bola ekanda bu bola. Bo'ladi. Hop, barakallah. Ana ko'rdingizmi? G'ayratbek. Haligi. Tani ziqna odam bor ekanda. Ha. Tabakasi bor ekan, uni tabaka olib ketdi-da. Hozir yeyman deb turib, qo'y ertaga yeb qo'ysam, ertaga afsuslanaman, kecha bekor yeb qo'yibman deb turib, keyin xolodilnikka solib qo'ydim. Keyin ertasi kuni yana olib yeyman deb turib, qo'y ertasi kuni afsuslanmaydi, yana xolodilnikka solib qo'ydim. Ha. Indingiz kuni olib yeyman deb turib, qo'y endi ertaga afsuslanmaydi, yana xolodilnikka solib qo'ydim. Bir hafta shunaqa bo'lgan ekan, xotini, "Voy dadasi" deb sanasa, "Ona tavug'ingiz tirikligidan ko'ra o'lganda ko'p yashadimi?" deyapti. O nimani qo'ydingmi? Bitta o'tinni solib qo'ying. Mana endi men bilqillab qaynaguncha yurib aylanib kelamiz. Yurishini solamiz, zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Mo, uzumlarni qara. Qara. Muhammad Rasul hoji bor-ku. Opta zonasi aytib berdi-da. Bittasi hojiga bordi-da. Hojiga borib qaytib kelsa, xotini xafa bo'libdi. Nima xafa bo'lyapsan desa, "Men xafa bo'ldim, men sizdan oldin hojiga borib, basdan oldin men sevaman sizni, juda dunyoda eng go'zalsan, anaqa razam maqtovlardingiz. Hop, shunaqa demay qo'ydingiz hojidan kelgandan keyin" desa, "Ha, endi u yoqqa borgandan keyin Allohga va'da berib keldim, endi yolg'on gapirmayman" dedi. Nimaga ko'rsatuv matini nima qo'ydim aytaymi? Qaroqchollar. Qaroqchollar deb qo'ydim. Endi pensiya olyapsanmi sen? Endi boryapmiz. Nechi pul olyapsan? Voy, menichi, men xotinimda kartalarim men. Menga o'xshab. Nima avval so'radi kartani. Oxiri qo'q bolasan senga boshda qo'q. Ular bitta kartani emas, boshqa narsalarni ham olishib olyapti ular. Hayotimizni olishdi. Hayotimizni olgani qolmay. Ayol borki, olam murakkab. Ha, munavvar demoqchi. To'g'ri, munavvar. Shunaqa ikki xil turda xotinlar bo'ladi. Bitta xotinlar haligi aytgani bir xil turdagilar, aytgan xo'p bo'ladi dadasi, xo'p bo'ladi. Nima de? Onda sen, bunda hamma yo'g'ini bekam ko'z qiladigan xotinlar, bir ikkinchi turda xotinlar senman bizning xotinlarimiz. Biz xotinlarimizga yenglar. O'zimlarni, voy jonim. Ana Alloh bergan. Mana senga mana bekarga jannat makon demaydi bizni. Adda mana menda qilib turib buni biz qani biz bu yerga parkatni uzmay. Voy. Parkent tuzumidan oling, parkent tuzumidan. Nima? Chat do'st ishinavanda ekanda. Arabbek. Ishinavanda dedim. Nima yomon savoradimi? Qanaqa? Oling, ashillardan oling. Katta. Xullas. Ola. Nima? Shunda ham maza bo'ladimi? Nega? Nima parxotlar nima qilib baliq tutyaptimi? Ha? Ashay boraylikmi? Ashay boramiz, baliqqa boramiz. Biz baliq bormaydi? Bor. Juda ham katta baliqlar bor. Oho, bu katta hovuz. Katta. Bir baliq tutamiz. Ey güle gel yaşlık çağımda, sen açıldın gönül bağımda. Şunda gözüm gördü baharını, şunda kalbim tanıdı yarını. Şundan beri dilimdeki, şundan beri dilimde kaldı. Ey güle gel yaşlık çağımda, sen
Ochilding ko'ngil bog'imda. Ko'ramiz, bari tutishni bilamiz shogirdlaring yoki senga shogird bo'lishni bilamiz. Bular baliq tutishni ham biladi. Sen ashulalaringni bilamizmi? Biladi. Aytchi bo'pti, telefonlarni bilamiz. Ishongan shogird-ku. Mana shu ishongan. Ustoz, men qilib olasiz. Telefonga qo'shig'ida Telefon qo'shig'ing bor-ku. Bor, Ha, bor. 90-yillarda знаменитый bo'lgan. 90-lik 90 deydi, rasoliga ko'cha payti. Ana shunda telefon jiringlar bilasanmi? Unda tug'ilmagan edi bu kichkina bola. Ya, 9 yashar edi. Esingda qolganmi? Ya, ashit paytda ham aytib yurardik. Telefonda aytib berchi bo'lmasa, qani shogird bo'lsin. Qare. Sal sekinroq. Jaranglaydi telefon ovozi. Asolib dedim bu kim voy voy. Alo de ismi takrorlab qayta yana so'zlading sen voy voy. Olib deding bas endi barino yigit. Bas endi qilmasin xor qo'ng'iroq. Unut beni sen topgaysan yoring. O'zgani yoriga yetmaydi zoring. Telefon jiringlar asta. Telefon so'zlar orasida. Telefon jiringlar asta. Telefon, telefon. Ketolmay telefon atrofida. Boqarman u yon bu yon, voy voy. Yana olib telefon qo'limga. Teraman umring hamon, voy voy. Sözün tingla ey güzel barnoqiz. Go'zallikka buncha ham boy ekansiz. Unut meni sen topgaysan yoring. O'zgani yoriga yetmaydi zoring. Telefon jiringlar asta. Telefon so'zlar orasida. Telefon jiringlar asta. Telefon, telefon, telefon jiringlar asta. Telefon so'zlar orasida. Telefon jiringlar asta. Telefon, telefon. Как раз telefoningiz jiringlayapti. Haliga ashulalarimiz bor edi. Hali telefon yo'q edi u paytda, hali bunaqa edi. yo'q. Ashunaqa paytda bittasi telefon qilgan ekan. Alo 2484 mi bu desa, jinnimiz bizga umuman telefon yo'q deb qo'yibdi. Qulog'im kuyib qoldi, qulog'im nimaga desa, qani hayolda dazmol qilyapti, bitta oshnamga telefon qilishim kerak edi. Telefonda dazmolni bosib olibman dedi. Ona qulog'ingiz nima kuydi bo'lmasam bizning tez yordam chaqiraman deb. Va telefon transferlar bor edi. Hozir SMS'larda dada keladi, to'g'rimi? Bizning SMS'lar ya sevgan qizimizni ro'parasiga uyini ro'parasiga devorga yozardik. Xonandaga men seni sevaman deb keyin javob kelardi va ko'zing ko'kargan akalaringdan bundan qonashdan. To'g'rimi? Shunaqa javob bo'lardi menga. Men ham buni sirasi Adiydan o'rganganman. Necha yil? 37 yil bo'ldi dedingmi? Ha. 43 yil. Men sozlashni bilmayman-da, shuning uchun soz kimga yalinib yuramanmi? Bunaqalar o'rganganman. Mana qilib telefonlar.
Bilardimi? Keyin qo'llari mana mana simlar botib berib, keyin sozlab berib suluh yo'q endi, borib g'ovlab ketgan. Ombo deb qarshi e'tibor bermay qo'yganman. Adi o'rgatdim endi paxta. To'g'ri Farhoddan bilmasdi, keyin o'rgangan. G'ayratbek ham bizga o'tib ketdi. Ana G'ayratbek, mana oshimizga guruchni ham solamiz inshaalloh damlaymiz. Bismillah. Barakallah. Bir kelib qoldingiz endi sizga osh qilib, siz bilan osh yeyish biz uchun. Obbo meni, ajoyib. Oshxo'r bo'lib yetishyapman deb men ham. Yaxshi, bir chekada aylantirib. O'zingiz eski oshxo'r edingiz-da o'zi? Haye. Oshxo'r bo'lgan yaxshi, dam qo'rg'ondan. Qora qo'rg'ondan ko'ra. Qora qo'rg'ondan ko'ra oshxo'r bo'lib. Oh, mana G'ayratbek. Mana guruchni ham damlayapmiz. Yo'qsa qo'lim tegib qolsin hozir. Mana qo'ling tegib qolsin senga. Bir silka azini. Jonni shunday qilib bir silkisang o'zi hammasi tushib ketadi. Yo'q, bunday o'sha ikki tomondan bir silka. Qandaymi? Ha, bir silka ana. Hech nima qolmaydi ichida ana. Barakalla, ana. Ana barakalla. Kam bo'lmasinlar G'ayratbek. Xush kelibsan. Xursand bo'ldim seni ko'rib. Ya xursand bo'lasan-da, chunki xursand bo'lgan shu arzugulik insonman. Ha, unga gap yo'q. Endi bunday qilamiz, Ahmedov. Mana ustalar haqqi degan narsa bo'ladi. Tuzlanchi chaylantirib. Ustalar haqqi. Ha, guruch haqqi, ustalar haqqi. Mana usta akalarimiz ham bormaydi. Ozgina mana guruch haqqini tashab qo'ydik tuzini. Endi haligi yomg'ir yog'di bo'lsin, hammasi keyin bidir qaynaydi-yu. Ha, mana hozir bidir qilamiz hozir. Yomg'ir yog'di. Yomg'ir yog'dimi? Hozir mana yomg'irni yog'diramiz hozir mana. Ana. Endi bir qaynab olsa, mana yomg'ir yog'di. Bir xil hamma bir xil qaynayotganda yomg'ir yog'di. Bu degani tuzi normalniy dedi. O'z me'yorida degani. Ashuni yomg'ir yog'di. O'tini ham tagida bir xil yonyapti. Shuning uchun hamma yoqqa bir xil temperaturada nima bo'lyapti? Issiqlik kelyapti. Azinga bir xil qaynayapti. Yomg'ir yog'di. Yomg'ir yog'adi. ha ana. Mana endi oshni damlaymiz. Nasos olib kelaymi, nasos? Nasos. Nima qilasiz nasosni? Damlaymiz deyapsan-ku. Ana ol. Hazırlashasan-da do'stim. Mana endi chiroyli qilib damlaymiz. Bismillah. Ana, G'ayratbek. Ana endi. To'xta. Ana endi. Eshitildimi? Qalampirlar bor, hammasi bor. Piyozini to'rga o'rasan. Bir go'zal qilib bir salat qilasiz. Shakarob. Ajatda shakarob. Toshkentda achuchu, boshqa territoriyalarda salat deydi. Ha. Xo'p. Bizda shakarob. Xullas, bitta pomidori tishlangan, xolodilnikda tishlangan pomidori bor ekanda. Ha. Qo'shiq aytayotgan ekan. Tusepangin yaramga. Oriqlari ko'p hali, alam qo'shma alamga desa, bitta pomidor og'zini ochib qarab turgan ekanda. Ha? Qo'shig'im yoqyaptimi desa, hali pomidor. Voydod gapiradigan pomidori deyapti. Qanadan kelib qoladi shuna qiziq gaplar. Buni shakarob. Bilasizlar, mana badring turibdi-yu, badring bizda aralashtirmaymiz. Shakarob, yana yomon ko'raman, badring aralashgan shakarob. Piyoz bilan pomidorni o'zi bo'lsa, qalampir. Oshnajon, Bo'lashi bo'ladi unda, ha? Badring undan bo'lib svejiy salat bo'lib qoladi. To'g'ri. Ana ne? bu pushti pomidori. Pushti pomidori, bilasanmi nimaga pushti? Yo'q. Rangi pushti-da, shuni ham bilmaysan. Men qizil debman. Aqlli bola desam, shuni ham bilmaysan. Qizil debman. Qizil emas, pushti bu. Pushtimi? Pushti, rozovый. Ha, pushti edi. Rozovый, pushti.
Bu o'zimiz sortdanmi? Ahmet yo bir o'zi sortmi bu? Qadam bilaymi? Pishdi, rangi pishdi. Har xil qora pomidorlar ham bor ekan, eshitganman. Yo'q, ko'rmaganmisan? Bugina haligini eshitdingmi? Charam bilan baqlajon cho'milgani borgan ekan. Baqlajon suvga bo'rt tashlabdi-da, keyin Charam cho'milmaysanmi? Hozir yechim olay deb keyin tugab qolibdi Charam. Eshitdingmi? Sen de ishlayapman. Yechim. Bir kuni savzilar cho'milgani borgan ekan, savzilar cho'milyapsa, baqlajon ham orasida cho'milayotgan ekanda. Keyin yo'q, nabrot ekan. Qizil savzi bilan sariq savzi cho'milayotgan ekan, o'rtasida qora savzi ham yurgan ekan. Nimaga sen qora savzi desa, dadam baqlajonda deb. Dadam baqlajonda deb. Mana bu badring aralashgan bu. Buni shakarob deyilmaydi. Buni svejiy salat. Bu ya. Bu-chi? Bu deb piyoz bilan pomidorni o'zi bu mana shakarob bor. Mana shakarob. Shu deydi nima. Shakarob. Xullas, Bularni ham mana eplashtirib, to'rg'ashtirib bo'ldik g'ayratni. Endi oshni suzamiz. endi men suzaman. Yo'q, shoshmay turing, oshni suzamiz Ahmedov, oshni suzamiz. Oy qochib turdi, oshib bor. Mana. Suzamanni hozir. Hey. G'ayratbek, nima qilyapsan? Ha, oshni tovoqlarga solamiz dedim. Bir hazar-shazanda sen ham endi oshni buzib tovoqlarga solaylik. Osh ham mana tayyor bo'ldi do'stlar. To'xta, qo'ling kuyadi. Ana. Oho, oshqa. Endi mana bularni qatordan olib, ana. Nima dedingiz? Qalampir. Qalampir deysizlar. Biz qalampir deymiz-da buni. Ana. Bismillah. Ana, oshimiz ham zo'r bo'pti. Ahmedov. Qani o'ringchi? Qani buzing bo'lmasa oshni o'zlari qo'llari bilan buzsinlar, ana. Ana. Mana. Oshni. Mana siz kelishingizga oshlar ham tayyor. G'ayratbek do'stim. Men o'z eski buzg'unchiman. Ana. Qani, menga beringchi. Bismillah. G'ayratbekka qilingan osh, marhamat. Osh bitarma. Oshga marhamat. Qani. Mehmon, qani, bismillah. Qani, Farhodbek. Oshni olinglar-chi, bismillah. Ana. Ozodmi? Vay.
karvon saroy, kimlar kelib, kimlar ketmas bilib bo'lmas, bilib bo'lmas. Kimlar hayron, kimlar vayron, kimlar sarson, kim xoru xas bilib bo'lmas, bilib bo'lmas. Kimlar yaxshi, kimlar yomon, bir kun dindor, bir kun dahri bo'lganlarmi, bilib bo'lmas. Hargiz yoshga, ko'zi qoshga, usti boshga qarab so'zlasa bas, bilib bo'lmas, bilib bo'lmas. Kimlar tuldi, kimlar tuldi, kimlar ude, kimlar bude. Tangri haqqi muslim ekan, kofir ekan. Kim o'tfarast, kim butfarast, bilib bo'lmas. Nima ekan shuni o'rar degan hikmat azaldan elda yurar. Duo bilan el ko'karar, qachon kelar biz kutgandan bilib bo'lmas. Allohim rahmatingdan forig' etma, tarig' etma ikki dunyo. Yana qancha savdolar bor bilmam boshimda, bilib bo'lmas. Kimlar tuldi, kimlar kuldi, kimlar ude, kimlar bude. Tangri haqqi muslim ekan, kofir ekan. Kim o'tfarast, kim butfarast, bilib bo'lmas. Nanay nanadam, nanay nanay, nanay nanadam, nanam nanam, nanay nanay. Barakallah. Oshnamdan meni birga o'qiganman. Bu sevgi to'g'risida bormi yo shu eskilar haligi? Sevasizmi desam, Xo'p bo'ladi. Yuzingdagi holingdan o'rgiloyini, sarvaqomat bo'ylaringdan ayronamadi. Shirin shirin so'zlaringdan orom olsa bu jonim, ming oshiqdan oshiq bo'lib saylanamadi. Shirin shirin so'zlaringdan orom olsa bu jonim, ming oshiqdan oshiq bo'lib saylanamadi. Sevasizmi desam, sevaman dedi. Ishqingizda tanho kuyarman dedi. Kutasizmi desam, kutaman dedi. Ishqingizda qonlar yutarman dedi.
och yo'llariga muhabbatan gullaringni soch. Armonim yo'q tashna ko'ngil ozorlanib qol dedi. Yurakginam so'roqlaring so'r dedi. Armonim yo'q tashna ko'ngil ozorlanib qol dedi. Yurakginam so'roqlaring so'r dedi. Sevasizmi desam sevaman dedi. İşingizda tanho kuyarman dedi. Kelasizmi desam kelaman dedi. İşingizda qonlar yutarman dedi. Sevasizmi desam sevaman dedi. İşingizda tanho yurarman dedi. Kutasizmi desam kutaman dedi. İşingizda qonlar yutarman dedi. Sevasizmi desam sevaman dedi. Kutasizmi desam kutaman dedi. Xullas, bitta Jumali pilni qizini sevib qolib, Jumalini o'g'li. Keyin dadam menga pilni qizini olib berasiz desa, bular pil ular, biz Jumalimiz desa, voy, shunaqa ham olib bermaysizlarmi deb turib, o'rganchilik bor, o'rganchilikni o'zim olsaman deb tortmasida, haqima bo'lib, bola qilib gaplashib beraman deb. Yalinib yurib, jon pil qizini ber deb oxiri men tegaman, tezda qopman deb u gap boshqa ekan, bo'pti deb fil bo'ldi devorib hop endi xatolar bo'pti, lekin fillarni olib ketyapti, kelinchak Jumalilar hay yo'lan yorilana deb turib Jumala kirib ketyapti uyga, kirib ketsa hali filni har tomoni tiqdi birinchi, har tomoni tiqdi, miya boshini boshi kirmay tiqsin, miyasi o'lib qoldi. Keyin kuyov bola Jumalini o'rni tepasiga chiqib olibdi, mana shu tepasiga. Voy, uzun hartumingiz oyimim. Oyim deb yig'layapti, dadasi orqasiga bir deb los bola ekansan deb. Ana bir kun ham maza qilganing yo'q, umr bo'yi ko'rganmiz. Nima estamdi akalar? O'rab. Muxlislaringiz o'rab deb ashulalarni eshitamiz. Ayting na bo'ldi voy qiz, boshingizga keldim hol so'rab. Nechun öksürlaysiz, boshingizda devoriga tirab. Armon ulfat bo'ldimi sizga, sevgi kulfat bo'ldimi sizga, achchiq yoshlar to'libdi ko'zga. Olib hayot pastu baland shunchalar, ko'nglingizda umid bunchalar, qolmasin hech sarg'ayib turar. Adashibsiz ammo kech emas, chin oshiqlar yo'qmas hech emas, ko'ngli ishqlar to'la ish emas, shahzodangiz kel
ko'nglim endi yig'lamang, boshingizda devoriga turar. Navbatlarga ko'ngil bog'lamang, bag'ringizda sira dog'lamang. Yetar singlim endi yig'lamang, boshingizda devoriga turar. Bora, 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 olis sukut ko'kro'mol o'rar. Bora, 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 olis sukut ko'kro'mol o'rar. So'rab, 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 shahzodangiz keladi so'rab. Bora, 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 olis sukut. Xullas, bu birinchi ko'rsatuvimiz. Keyingi ko'rsatuvlarimiz qayerda bo'ladi aytingchi? Kim? Aytmayman, o'zinglar topinglar. Xullas, keyingi kelgusi san'atkor ham Merovoy urugunday san'atkor. Salomat bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr. Adi Ahmed, Abdurahim o'zini ati. Ana, bildinglarmi? Ayting, ayting, na bo'ldi voy qiz, boshingizga keldim hol so'rab. Birinchi ko'rsatuvimiz shundan boshlanadi. Ko'rsatuvimizni nomi tadang. Sen o'ylayapsan, ona o'tirma, zal normal o'tir. Xullas, men eshitib qo'ymayman, men Bo'lmadi. qo'ymayman. Hadi dumbasiga qo'yamiz. Tuzdan sep. Mana. Yuzingdagi holingdan o'rgiloyini, sarva qomat bo'ylaringdan aylonaman. Unut beni sen, topgaysan yoring. Telefon, jiringlar astan. Qale, zo'rmi?